Portugaliya, shumi? Portugaliya. Himoyachi. Portugaliya. Right winger. Hammaga salom o'rtoqlar. Bugun biz sizlar bilan Totti draftda ikkinchi hafta o'yinchilarini open back qilamiz. Xudo xolasa Maldinini asosiy maqsadimiz Maldini bo'lib turibdi hozircha va Cafu tushib bersa ham zo'r ish bo'lardi. Ko'ramiz kim tushar ekan. Qani endi birinchi bo'lib bittalikdan ikkita bosamiz, keyin ikkita o'ntalik bosamiz. Boshlanishiga oddiy o'yinchi tushdi, yaxshi o'yinchi tushmadi. 112. Yana xuddi shunaqa o'yinchi 108. Endi taktika qilib ko'ramiz a. Ketdi o'ntalik. Kim tushar ekan? 280 bo'ldi. Deyarli 100 120 oshdi. Ko'ramiz kim tushar ekan. Davay. Chetlari yonsa shunda o'tish kerak mana. Ketdi. Xudo xolasa zo'r o'yinchi ishlaymiz. Bugun kamida 117, 116 ishlaymiz. Fransiya RV Gyuli. Birinchi open packimizdan o'sha Gyuli tushib turibdi bizga. Orqasida ham qanaqadir zo'r o'yinchilar bor. Garantiya beraman. Qani ko'ramiz. Kimmih, Alikovic, nimacha Tolisso. Yaxshi bo'ladi. Zato 115 RV'miz bor. Bu akkaunt sizlar yutib olishinglar mumkin. Hozir sostavni ko'rsataman. Juda ham omadli akkaunt. Uje ikkita 117 bilan bitta 116 ishab qo'yilgan bu akkauntga. Bizga asosiy maqsadimiz Maldini. Davom etamiz. Yana taktikalar qilib ko'ramiz. Bizga eng asosiy maqsadimiz hozir Maldini bo'lib turibdi. Juda ham zo'r karta. FC Mobile'da hozirgi eng zo'r, ya'ni himoyachilardan hisoblanadi. Ko'ramiz, davom etamiz. Bu yerda ko'rishinglar mumkin yana Joao Neves, Olise, Park Ji-sung, McTominay degan o'yinchilar kelgan. Bular ham tushib qoladi. Eng muhimi bizga hozir bu yerdan Vitina bo'lib turibdi. Shuning uchun davom etamiz. Kimdir tushib qolishi mumkin. Kimdir emas, aniq kimdir ishlaymiz. Qani 1 2 3 ketdi. 425 280 dan 425 ga ketdi. Yana kim tushar ekan endi? Ana endi Italiya, Portugaliya, shumi? Vitina, o'rtoqlar Vitinani ushadi. Juda ham kerak bo'lib turgan o'yinchi, ya'ni Vitinani ushadi. Orqasidan Musiala bor, Dovan bor. Juda ham zo'r omadli pak bo'ldi. Mana ushadi ushbu o'yinchilarni ham. Ana endi buni sostavga qo'yib sizlarga ko'rsataman, sostav qanaqaligini. Ushbu akkaunt sizlar yutib olishinglar mumkin. Uning uchun prosta shu kanalga obuna bo'lib qo'ysanglar, kuzatib borsanglar, 100 ta bo'lgandan keyin shu akkauntni konkursga qo'yamiz. Mana ushbu akkaunt yutib olishinglar mumkin. Shu akkaunt konkursga qo'yilgan va bu akkaunt sizlar yutib olishinglar mumkin. Shunchaki obuna bo'lib, like bosib qo'ysanglar, bir haftalardan keyin 100 ta obunachi yig'ilsa, shunda bu akkauntni konkursda o'ynaveramiz. Bu juda ham kam odam qatnashadi bu konkursda. Atga obuna bo'lgan 100 tagina odam qatnasha oladi. Shuning uchun tezroq obuna bo'lib qo'yinglar. Joylar soni cheklangan. Davom etamiz o'rtoqlar. Sal uzilish bo'lib qoldi orada. Yana endi Portugaliyaga kiramiz. Portugaliyadan bizga qaysi o'yinchilar kerak? Bizga ko'proq bu yerdan hozir ko'ra olamiz. Carvalho bor. Mana 116 ko'rishinglar mumkin. Juda zo'r o'ynab beradi bu ham. Xudo xolasa. Olamizmi? Yo'q, Quaresma. Menimcha Quaresmani olishga arzimaydi bizning sostav uchun, lekin zo'r o'yinchi ham. Qani ketdi unda. Biroz qotishlar bor. Ketdi ana. Portugaliya. Himoyachi. Xero. Kim bu? Carvalhoni ham oldik. 190 shart qoldi. Yana bir haftalarda yana 800 ta yig'sam, undan keyin Ronaldonimi kimdir olamiz, ko'ramiz. Hozir esa jamoaga Xasun. Mana 117. Joyda 117. Hali ko'p o'yinchilar rangab qilinmagan. Masalan, Vitinha, Carvalho qilinmagan. Hozirgilardan Garcia, Robert
Robertson, Carvajal ko'pchilik o'yinchilar ko'p rank qilinmagan. Bularni rank up qilsanglar, bundan ham kattaroq bo'lib oshishi mumkin. Ikkinchi jamoani ko'rib olamiz. Bu yerga tushadigan o'yinchi bormikan? Zamindagi o'yinchilarni chopib turamiz, chunki hozir bizga yangi o'yinchilar tushgan. Shularni qo'yib ko'ramiz. Masalan, ushbu 115 og'ishmaskan. Buni qo'ysak, buni qo'ysak mana 116 bo'ldi. Sostav ko'rib turibsizlar, zo'r sostav. Mazza qilib o'ynaydigan akkaunt. Shu akkauntni sizlar yutib olishinglar mumkin. Uning uchun shunchaki obuna bo'lib qo'yinglar. Hozircha bo'ldi. Keyin 100 obunachi bo'lgandan keyin srazu start berib, bir kunning o'zida aniqroq olamiz. Davom etamiz. Ikkinchi akkauntga ham o'tib oldik. Ana endi bu akkauntni open back qilamiz. Bu meni asosiy akkauntim. Xolaganlar druziya tashab qo'ysa, birga o'ynab, uni ham o'yinlarni ham YouTube'ga qo'yib boramiz. Boshlaymiz. Ketdi yana bittalik. Aldab ochib qolsak tushib qolishi mumkin. 3-level 100 ta bo'ldi, hech kim tushmadi. Yana shu birinchi tushgan o'yinchimiz. Yana ochamiz, yana hech kim tushmadi. Ana endi katta qilib turib ko'ramizlar, bu yerda kimlar bor bu yerda. Boyagina taktikalar qilib ko'ramiz. Menga eng asosiy o'yinchi hozir bu yerda Maldini bo'lib turibdi. Shu o'yinchi tushib bersa zo'r bo'lardi. Ichiga kirib taktikalar qilib ko'ramiz. Lobi pozitsiyasida o'ynab bera olarkan. Keyin bu yerda menga yana bitta keragi Alva variant. Agar bu o'yinchi tushib qolsa, men Quaresmani olib ikkalasini birga o'ynataman. Buni o'ng qanotda uni kuchaytirib chap qanotga qo'yib o'ynataman. Tushsa zo'r bo'lardi shu Alva variant degani ham. Qani? Ketdi. Boy 105 edi. 265, 150 ta oshyapti. Ketdi, qani kim tushar ekan? Italiya chiqib bersa zo'r bo'lardi. Italiya. Germaniya. Nima bu? Nima bu bile? Voy. Bu akkauntga omad umuman kelmadi. Umuman bu akkauntga omad kelmadi. Hech kim musholmadi bu akkauntga. O'rtoqlar, bu akkauntga Quaresmani ham olib qo'yishga qaror qildim. Chunki menda LVda Vinicius, RVda o'yinchi yo'q hozircha. Shuning uchun Quaresmani ko'rgan bo'lsanglar, agar editlarda juda ham zo'r o'yinchi deb aytilyapti. Statistikasini ham ko'rishingiz mumkin. Va bizga bundan keyin kerak bo'ladigan o'yinchi Nuno Mendes bo'lib turibdi. Chunki mana chap qanotimda Roberto Carlos, lekin uni keyingi hafta Mendesni 117 karta chiqsa alishtiramiz degan umiddaman. Va shu tushib qolsa zo'r bo'lardi. Hozir esa Quaresmani olamiz. Quaresma biz sostavga ham zo'r tushib beradi. Qani? Portugaliya, right winger, Pero. Juda zo'r o'yinchilar tushyapti-yu bizga. Bu videoni o'zida bu 116 plus o'yinchi bo'lib turibdi. Bundan oldin Carvalho, Vitinha va endi Quaresma tushdi. Bu asosiy akkaunt. Qani bunga botga qo'yib ko'ramiz. Bu mana H2 o'ynayotgan sostavim. Juda ham yaxshi taktikalardan hisoblanadi. Menga yoqadi. Zamindagilarni chopamiz. Quaresma 119 qildi. Nesta tashavrotdi. 119. Buni qo'ysak olmas ekan, lekin agar biz masalan Nestani upgrade shu rank up qilib qo'ysak, orimiz oshishi mumkin. Hozir Quaresmani rank up qilamiz. Sizlarni ko'z oldingizda rank up qilaman. Rank up tokenlarimiz juda ham ko'p emas, lekin yetadi degan umiddaman. Agar Nestani ham upgrade shu rank up qilamiz. Bu yerda yana hozir yana agar o'yinchi qilib olishimiz mumkin, uni ham ko'ramiz. Xudo xolasa bugun orimiz 121 qilishga harakat qilamiz, lekin bugun o'xshamaydi. Lekin keyingi eventlarda albatta 121 hour qilamiz va ikkinchi akkaunt sizlarga konkursda beraveramiz. O'zi u akkauntda
3 ta 107 o'yinchi bor. Sizlar shularni yuta olishinglar mumkin. Prosta kanalga obuna bo'lib qo'ysanglar, shuni o'zi yetarli. Mana bu sostav ham 120 bo'ldi. Zaminga qo'ysak o'yinchilarni menimcha tashlab olmaydi. Chunki yetarlicha kuchaytirdik. Bu sostav 120. Endi buni ko'ramiz, statistikalarni ko'rib chiqamiz. Juda ham zo'r o'yinchi. Menga yoqdi ancha. Mana ko'rishinglar mumkin, level pozitsiyasi deyarli ochildi. 159 dribling. Juda ham zo'r o'yinchi. Hozir buni trenirovka qilib maksimal statistikalarni ko'rsatishim mumkin. Bundan ham oshadi. Chunki menda hozir hamma kartalar full qilinmagan. Ya'ni full ragab qilinmagan. Quaresma kartasi shuning uchun to'g'ri, ya'ni statistikasi sal pastroq bo'lib turadi, lekin keyinchalik juda ham ko'tarilib ketadi. Dribling 200, speed ham 200 dan oshadi va Nestanikini o'tkazamiz. Chunki Nestani ko'p o'ynatmoqda. Shuni o'zida ham yetmoqda, ko'rasizlar. Biroz qotish bo'ldi, orada uzilish bo'lib qoldi. Davom etamiz. Rafinyanikini beramiz. Shunda menimcha 100 shunda ham bo'lmadi. Ja bo'lmasa pulga sotib olib, millionga 30 ta beradigan pak sotib olamiz, exchange ya'ni. Shundan ham qo'rsa bo'ladi. Menimcha yetadi. Chunki menimcha yetarlicha o'yinchi bor. Bo'ldi, mana boshidan ekan. 188 dribling. Nima bu karta, nima bu? 195 tezligi, 170 shooting, 192 driblingi. Qanaqa karta bu? Yondiraman degan karta-ku. Juda ham zo'r o'yinchi, ko'rishinglar mumkin. Men bitta driblingga bersam yoki shootingga bersam, bundan ham zo'roq kartaga aylanadi. Buni maksimal holatida o'ynatib ko'rsataman. Bizning sostavda hozir 2 ta 116 bo'ldi va zaminda kommentariyada yozib qoldiringlar. Rafinha, Nesta, Nestamni o'zini kartasi bilan almashtirib o'ynatishga arziydimi yoki arzimaydimi va Rafinhani Vinin chopishga arziydimi? Shuni ham yozib qoldiringlar va Nestani kompaniyaning o'rniga. Arziydimi, arzimaydimi kommentariyalarni o'qib chiqaman. Shunga qarab keyingi videolarda o'zgartiraman. Menga maslahatingiz kerak shu borada. Yozib qoldirsanglar va druziya tashab qo'ysanglar, menga birga o'ynab video qilib chiqaramiz uni ham. Obunachilar bilan video degan ko'p qism bo'ladi unda ham. Endi shu video davom etamiz. Menejer bilan taktikalarni o'tamiz. Endi men sizlarga chempionga chiqish uchun taktikalarni ko'rsatib o'taman. Menimcha ko'pchilik qiynalayotgan bo'lsa kerak chempionga chiqishga. Mana taktika 3 ta speed, maksimal speed, paslarni masofasi eng kami, mentaliteti ataka organize qilamiz bu joyini. Offense bo'lsa free qilib qo'yamiz, positioning. Pas bilan crosslari eng kam, shooting maksimal beramiz. Bu yerda bo'lsa defensda pressure maksimal, ya'ni pressingni maksimal bosim qilib o'ynaydi. Vis yopishib o'ynashi eng kami, agressiya 2 ta qilib qo'yamiz. Va agar siz 73 daqiqalarda o'sha любой vaqtda yutayotgan bo'lsangiz, bitta shotga masalan 73 daqiqada bitta shot farq bilan yutayotgan bo'lsangiz, buni shunday atakingdan bitta bo'lsangiz defendingga o'tadi. O'yinchilar yuqoriga ko'tarilmay o'ynaydi. Shuni defend qilib qo'ysangiz, ko'proq orqada turib himoyalanadi. Agar siz yutayotgan bo'lsangiz. Shu taktika bo'ladi. Mana shu taktika olib chiqqan bo'ladi. Bu chempion deganiga ikkita 3 ta bitta loz bo'ldi. Yana bitta 3 tagina loz. Chempionga chiqishda juda ham zo'r natija. Bular ham ancha kuchli raqiblar bo'ldi. Shuning uchun iloji boricha kontrataka, masalan, ugloviy vaziyat bo'lib qoladigan bo'lsa, balans yoqib qo'yishinglar, sal uncha hujumga chiqib ketmaydi. Ugloviy paytida balans yoqib qo'yishinglar yaxshi bo'ladi. Hammaga rahmat. Obuna bo'lib qo'yish esdan chiqmasin. Videoga like bosib, kommentariyada o'z izohingizni yozib qoldiring. Boyaga akkaunt yutolish uchun shunchaki obuna bo'lib qo'yish, shuni o'zi yetarli. Ko'rishguncha xayr.